Mana obunachilarimiz Muhammadali shashlik yeb o'tiribdi. Oldida piyozlari bilan shashliklar yeb o'tiribdi. Go'sht. Mayli obunachilar, keyin gaplashamiz. Nima deysan o'g'lim? Videoga bo'ldim. Nima dedim? Gapirmangiz. Gunoh bo'lar dedingiz-ku. Ona ishlarni gapirmang. Ha, yolg'on gapirma deganmidim. Mana olimada surguruq u go'shmas. Go'shmasmi? Shashlik emasmi? Yolg'on gapirsa nima bo'ladi? Gunoh bo'ladi. Kim ko'rib turibdi bizni? Ona ishlarim ko'rib turibdi. Allohda tepada bor. Alloh ko'rib turibdi-ku axir. Alloh ko'rib turibdimi? Yolg'on gapirmaslik kerak, a? Ha. Yolg'on gapirsak nima qila olmaymiz? Jannatga kira olmaymiz. Mashalloh o'g'lim, ke bitta o'qib qo'ying.